أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد. Ammo jannatdagi buloqlar haqida Alloh taolo aytdiki, innal muttaqina fi jannati va uyun. Albatta muttaqillar jannatlarda va buloqlar ustidadirlar. Duxon surasida ham Alloh taolo aytdiki, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati va uyun. Albatta muttaqillar har qanday ofatlardan omonda bo'lgan bir o'rindadirlar. Ular jannatlari ichida va buloqlar ustidadirlar. Yana Alloh taolo aytdiki, innal muttaqina fi jannati va uyun akhidina ma atahum robbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Albatta muttaqillar jannatlar ichida va buloqlar ustidadirlar. Robbilari ularga bergan narsani oluvchidirlar. Albatta ular bundan oldin muhsinlardan edilar. Va Mursalat surasida ham innal muttaqina fi zilali va uyun. Albatta muttaqillar soyalar ichida va buloqlar ustidadirlar. Undan boshqa oyatlar ham buloqlar, jannatda buloqlar ko'p, lekin qanchaligini Alloh biladi. Bizga Qur'onda kelganlaridan ismlaridan bittasi salsabil. 3 ta ism kelgan, shu 3 ta ismdan bittasi salsabil. Alloh taolo oyatda aytadiki: "Va yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, aynan fiha tusamma salsabila." Jannat ahllari qorishmasi zanjabil bo'lgan kosalarda sug'oriladilar. Uni ichida salsabil deb nomlangan buloqlardan sug'oriladilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, Alloh Qur'onda jannat haqida zikr qilgan va jannatda ichidagi narsalar nomlangan narsalarning barchasi dunyodagi narsalarga o'xshamaydi. Ayni zanjabilni ham Muqotil aytganki, bu dunyodagi zanjabilga o'xshamaydi. Zanjabil ismda bir xil, lekin dunyodagi zanjabil jannatdagi zanjabilga o'xshamaydi dedilar. Muqotil ibn Hayyan aytgan ekanki, salsabil deb nomlandi, chunki u ularning yo'llarda bu oqadi. Bu salsabil bulog'i yo'llarda oqadi. Uni asli jannati Adndan jannat ahllariga arshni aslidan oqadi deb aytgan ekan. Qotada aytdiki, silsila bu bo'ysundirilgandir. Ya'ni ular xohlagan taraflariga uni bura oladilar degan. Sharobi salomat bo'lganligi uchun va hazm qilishligi yengil bo'lganligi uchun va pokiza bo'lganligi uchun salsabil deb nomlandi deyilgan. Yana buloqlarning ismidan tasnim o'zi lug'atda oliylik, yuqorilik degani. Qur'oni Karimda Mutaffifin surasida Alloh taolo aytdiki: "Va mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun." U sharoblarning aralashmasi tasnimdandir. Yaqin bo'lgan kimsalar, ya'ni solih kimsalar bu tasnim chashmasidan ichadigan bir chashmadir. Bu tasnim chashmasi, ya'ni bulog'i ichiladigan sharobning eng sharaflisidan hisoblanadi. U odatda daryolar haqida aytdik. Ular hammasi o'sha qasrlar, daraxtlar, bog'lar ostidan oqadi dedik, lekin buni nima deb aytilyapti? G'urfalar, qasrlar ustidan oqadi deb aytilyapti. Ibn Mas'ud va Ibn Abbos radhiyallohu anhumlar aytganki, bu buloq mu'minlar, muqarrabinlar uchun xolisdir, ya'ni toza ichiladigan toza buloqdir. Yusuf ibn Mihron Ibn Abbosdan rivoyat qilib aytadiki, u zot so'ralgan ekan. Min tasnim haqida so'ralganda aytganki, Qalallohu ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sajda surasining 17-oyatida ular uchun ko'zlari quvonchidan yashirilgan narsani nafs bilmaydi. Ya'ni nafs ko'z quvonchidan ular uchun yashirilgan narsani bilmaydi deb javob qilgan ekan. Dohak yuqorida aytgan gapim shu, suvlarning eng sharaflisi. Va huwa ashraful sharob. Sharoblarning eng sharaflisi deb aytgan. Kalimaning asli uluv, oliylik. Bir narsa uchun yuqorini bir narsa uchun aytilsa, sanamun deyiladi. Ya'ni tuyaning cho'qqisi, urkachisining cho'qqisi. Urkachi, ya'ni tuyaning urkachisi baland bo'ladi. Hammaga ma'lum. 3-buloq esa bu kafur bulog'i. Alloh taolo aytdiki, innal abror yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullohi yufajjirunaha tafjira. Albatta abrorlar, ya'ni abrorlar iymonida sodiq bo'lgan mu'minlar aralashmasi kofirdan bo'lgan kosalardan ichadilar. U kofirdan bo'lgan ichadigan bu buloqlarni Allohning qullari, solih bandalari o'sha buloqlarni xohlagan yerlaridan chiqarib oladilar. Xohlagan yerlarga oqizadilar. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytdi:
Alloh subhanahu va taolo qorishmasi, ularning sharoblarini qorishmasi ikkita narsa bilan. Bittasi kofir bilan bo'lgani, birinchisi surada va ikkinchisi boshqasida esa zanjabil bilan bo'lganligini xabar qildi. Albatta kofir bo'lganligi u muzdayligi, hidi tozaligi, pokizaligi, hidi yaxshiligi ya'ni. Va zanjabilda esa u haroratdan bo'lganligi va hidi esa pokiza bo'lganligi. Alloh taolo Rahman surasida aytdiki: "Va liman khafa maqama robbih jannatan fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban zawata afnan fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban fihima aynani tajriyan." Va Robbisining maqomidan qilgan gunohlaridan qo'rqqan, qiyomat kunida qo'rqqan kimsa uchun ikkita jannat bordir. Ey inson va jin toifasi, Robbingizni qaysi ne'matini yolg'on deya olasiz? Bu ikki jannatda son sanoqsiz ko'p shoxlar bordir. Bu shoxlarda ya'ni mevalari toza bo'lgan shoxlar, sanoq shoxlari bordir. Ey inson va jin toifalari, Robbingizni qaysi ne'matlarni yolg'onga chiqarasizlar? Fihima aynani tajriyan. U ikkita jannat ichida oqadigan ikkita buloq bordir. Buni Hasan aytdiki, bittasi u ikkita buloqdan birisi Tasnim bulog'i, ikkinchisi esa Salsabil dedi. Atiya aytdiki, u bittasi suv dedi, ya'ni bu aynimagan, ichmagan, ya'ni toza suv, boshqasi esa ichuvchilar uchun lazzatli bir sharoblar dedi. Alloh taolo yana Rahman surasining davomida aytadiki: "Va min dunihima jannatan fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban mudhammatan fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban fihima aynani naddakhatan fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban." Va bu ikkita yuqorida o'tgan jannatdan boshqa yana ikkita jannat bordir. Ey inson va jin toifasi, Robbingizni qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqarasizlar? U ikki jannat ko'm yashilligi qattiqligidan qoramtirdirlar. Ya'ni serhosil, seryaproqlikdan, sersuvlikdan qoramtirdirlar. Ey inson va jinlar, Robbingizni qaysi ne'matini yolg'onga chiqarasizlar? Fihima aynani naddakhatan. Bu ikki jannatdan otilib turuvchi ikki chashma bordir. Buni Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytibdiki, jannat ahliga yaxshilik va baraka bilan favvora otib turadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdiki, naddakhatan deganda o'zi favvora otib turadigan, suvni buloqdan favvora qilib otib turadigan ikkita buloq bordir. Bu ikkisi ham oqib turadi, ham favvora otib turadi dedilar.